Hazırki vaqtda bizning Sirayt klubları üçün 7-ci okutu əməli seminar olsa. Yangi proyektlar yozildi, yangi choralar ulanib topildi. Haligi seminarga yangi qatnashuvchilar da keldi, ham yangi klublar da bor, ham biz ularning bizning orqa qo'shuvidan bitta shodmiz. Komandam bilan birinchi taqdir 7-ci amaliy seminarga keldik. Ham bizga bunda bek nuqul. Bu seminarda biz bek zo'r e'tiborni o'quv programmasına berdik. Bek qiziqli kishki choralar, questlar, leksiyalar, istaxonalar hazırladik. Seminar bek foydali ham bek natijali o'za, ham u aksioma.